Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kun tartibidan o'rin olgan masalalar xususida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida ayollar va bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish hamda ayrim jinoyatlar tergovi samaradorligini oshirishga doir qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi bilan Jinoyat protsessual kodeksiga jinsiy erkinlikka hamda ayrim turdagi axloqqa qarshi jinoyatlar bo'yicha dastlabki tergovni ichki ishlar organlaridan prokuratura organlariga o'tkazish, bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi qonunga ushbu toifadagi ishlarning tergovi prokuratura organlari tomonidan amalga oshirilishi hamda jazo o'tash jarayonida qonunchilik ijrosi ustidan prokuror nazoratini yanada takomillashtirish nazarda tutilmoqda. Ayrim qonun hujjatlariga tergovga tayyorlashda nazoratni o'zgartirish masalalari ko'rib chiqildi. Bevosita ichki ishlar organlari tomonidan tergovga tayyorlanayotgan demak materiallar bugungi kunda prokuratura tomonidan o'rganilmoqda. Ular qaysilar? Ular ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik, xususan Jinoyat kodeksining 118, 119, 121 va 128-moddalari, shuningdek og'ir koloniyalarda, ya'ni manzilli koloniyalarda saqlanayotgan demak mazkur turdagi jinoyatlarni sodir qilgan hukmlarni yengillashtirilgan holatlarda, ya'ni ishga jalb qilish holatlarini qat'iy cheklash va mazkur holatni ham nazoratini prokuratura organlariga olib berish masalasi, shuningdek mazkur qonun loyihasi bilan ekologiya tizimida sodir etilgan jinoyatlar va mehnat muhofazasini oldini olish masalalari bo'yicha sodir etilgan jinoyatlarni ham ichki ishlar organlaridan demak prokuratura organlariga olib berish nazarda tutilmoqda. Majlisda taklif etilayotgan o'zgartirishlar ayollar va bolalarning huquqlari yanada ishonchli himoya qilinishiga, jinsiy zo'ravonlik holatlarini fosh etish, bu turdagi jinoyatlarni tergov qilish sifatini oshirishga hamda jazo muqarrarligini ta'minlashga, shuningdek, mazkur jarayonda qonunchilik talablariga rioya etilishi ustidan qat'iy prokuror nazorati o'rnatilishiga xizmat qilishi qayd etildi. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan ma'qullandi.